O'zbekiston milliy terma jamoamiz sardori va Istanbulning Başakşehir hujumchisi Eldor Shomurodov Turkiya chempionatini yondirishda davom etmoqda. Eldor ushbu mavsum Turkiya chempionatida 21 o'yinda 15 ta gol urib, Trabzonspor hujumchisi Paul Anuachu bilan birgalikda Turkiya chempionati to'purarligida peshqadamlik qilishmoqda. Eldorning hisobida yana 4 ta assist ham bor. Umid qilib qolamiz, mavsum so'ngiga qadar hamyurtimiz to'purarlik poygasida yaqqol peshqadamga aylanib oladi. Qishki transferlar oynasida Eldor Shomurodov Turkiyaning Fenerbahçe jamoasiga o'tishi mumkin edi. Ammo Nuriy Shahin ushbu transferni amalga oshirishga yo'l qo'ymadi va Eldorni jamoada saqlab qoldi. Legionerlarimiz haqidagi eng so'nggi yangiliklarni bizning sahifamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting va yurakchani qizartirib qo'yishni ham unutmang.